siz aytayotgan Shirinbuloq zona haqiqatda meliorativ zona. Bu yerda masalan uy-joy qurish uchun ham ancha mehnat qilishga to'g'ri keladi. Yer osti suvlarining yaqinligi sababli. Shunga xo'jalik ichki ariqlarini tozalash, xo'jalik o'sha yerdagi iste'molchilar tomonidan amalga oshiriladi. Mana o'sha Shirinbuloq terasdagi xo'jaliklararo Shust kanali biz tomonimizdan tozaladi. Endi ana tejash bo'yicha albatta toza ariqda, toza kanalda, toza zavodda suv kamroq haligi bo'ladi. Yo'q, tabiiy yo'qolish kamroq bo'ladi nisbatan. Endi o'shanga hozir faqat diqqat e'tiborni vazirlikdan boshlab, prezidentimizdan boshlab to quyi bo'g'imgacha faqat aytilyapti, ichki xo'jalik ariqlarini betonlaylik, kanallarni betonlaylik, suvdan foydalanish koeffitsiyentini ko'taraylik. Shunga nisbatan endi harakatni boshlagan haligimiz vazirligimiz qaysi bitta yig'ilish betonlashtirishsiz boshqasiz o'tmaydi. Hozir faqat harakatimiz shunga qaratilgan, suvni tabiiy yo'qolishini kamaytirish. Yaqin yillarda endi birora erishib bo'lmaydi hamma narsaga. Shunga qarab ketyapmiz. Bu qishloq ichidagi narsani siz aytdingiz, to'g'ri. Aholi qiladi qishloq ichidagi. Qishlog'i chekka tepa tubida Zarkachuz kanal bilan Chindovli o'rtasida ochiq dalamaydi. Men uni siz gapingizda demak fermer qilish kerakmi, to'g'rimi? Yo'q. Dala. Yo'qda dala yeri bor. Uni undoq deb tushunsangiz sal noaniqroq bo'ladi. Nimagaki o'sha Chust kanali bilan fermerni oxirgi 3-4 qatordagi fermerga ham biz suv yetkazib berishga majbur. O'sha suvni yetkazib berish uchun bizim ma'lum ariqlarimiz bor. Masalan aytaylik, o'sha Shirinbuloq aligisiga Navjartepa arig'i, Komuna arig'i degan bizda pasportlashtirilgan kanallar. Bu kanallarni ishlashi ham, u yerga xizmat ko'rsatish ham bizni bo'ynimizda. Lekin fermerlar aro ichidagi kichkina ariqlar o'zini ichki ariqlariga fermerni o'zi javob beradi. Lekin masalan 3-qatorda bo'ladimi, 4-qatorda bo'ladimi yoki o'sha Chust kanaldan Navjartepaga bo'lgan joyda oxirida bo'ladimi yoki Chindovlida ichida bo'ladimi? U joyga arig'imiz borgan joygacha hammasiga biz majbur. Bu ma'lumotga uni men hozir sizga uni anchadan beri nima qildim, bir ko'rdim. Uzundan uzun aytmayman.